Otabek aka. Bandalik. Hammamiz boshimizda bor. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ben nasıl Allah sabır versin. Zikasını. Gelin kızım. Ana dog'on. Bu bana kızım oldu. Baxtli qiz bo'lsin, duo qilinglar. Bizlar chiqamiz, baxtli qiz bo'lsin. Kaleş kızım. Allah sabır versin kızı verdi. Handizmi tog'aysiz? Kim? Kichkina edi mayli. Ha? Hozir aytdingiz-ku. Kichkina edi. Ha? Nima ketadi? Otabek aka. Diqqat. Ha? Ko'rsin. Endi hozir holatida osonman mayli. Qizim xudo xolasa. Hammamiz boshimizda bor. Diqqat bo'lmagin, ha? Xudolar jannatda olsin. Hozir videoda gapirib turgandim. O'sha dala chetdagi Otabek va Kumush o'sha qizlari mana. Umr oqar daryo deydi, vaqt o'tishini qaylar. Kichkina qizcha bo'lib, o'sha bug'doy zorlarda yugurib yurardi. Mana Shuning baxtiga yashash kerak edi. yosh yetim qoldi. Xo'p, obunachilar. Bo'lmasa o'sha pulni beramiz. Kamlariga ishlatishadi. Buni Toshkentlik bir hojona Sofqon qorakaga proyektiga $100, Anvarjonga $100, Kendirmajon hoji $100 degan ekan, o'sha 20 kun oldin Sofqon qorakaga bergan. Uchrashganimizda. O'shani qanday ishlatasizlar? Iloyim nima niyatda bergan bo'lsalar, iloyim niyatlarga yetkazsin. Haqiqatda shu yer o'z joyi bo'ldi. Nima deymiz? Bu oilaga ham. Bu oilaga ham sabr tilaymiz. Bundan keyingi hayotlarda yaxshi kunlar davomiylik bo'lishiga tilakdosh bo'lamiz. Va jonam nima niyat qilgan bo'lsalar, iloyim niyatlarga yetsinlar. Oxiratlarga shu ehsonlari zaxira bo'lsin. O'tib ketgan Ozod opamiz ham Xudo rahmatga olib, joylar jannatdan bo'lsin. Endi har bir bandani boshida bor. Sizlar ham duo qilib qo'ying. Hammaga sabr bersin. Bilin boramiz.